Xullas bugun sizlar bilan to'y bichar, ye bichar, qo'y so'yar, oq o'rar, xullas hammasi bittada bo'lar degan marosimlarni qilib qudalarni kutib olamiz. Bir savol qiynaydi. Bu qo'yvachchada nima ayb edi? 2 yosh ko'rishdi, tanishdi, sevishdi, to'y qilishga qaror qilishdi. Odamlar shu qo'yni qurbonlik qilib kallasini olishdi. Kamiga yetmagandek bechorani terini shilib, dumbasini olib, oshi sho'rva qilib eli xalqqa tarqatishdi. To'g'risi 8 yil Koreyada yashab, ana qaysiyo, unda qaysiyo deb yuravergan ekanman. O'zimizni urf-odatlardan ham vafshi chiqib ketgan ekanman. Qarindosh urug'larim hammasini joy-joyiga qo'yib qilishdi. Bu joyida u ham qiz berar, ham sovg'a berarmi desa, menga qarab ko'zginangni qiz deyishdi. Kelinlarimiz kuxnyada mehnatni bosib qilishdi. Zato uyga ketishda ham sumkani ham bosib ketishdi. Shu joyiga qudalar ham kelishdi. Bu yerda bo'lajak qaynanam oyijonim bilan ko'rishib so'rashyapman. Ichimdan nima o'tganini o'zim bilyapman. Shuncha gapga o'qigan bo'lsam ham hayajondan qaltirashdan o'zimni to'xtata olmayapman. Qaynanasi borlar, opalar, kelinlar. Shunaqa payt nima qilish kerak? Iltimos, maslahatni kommentga yozib ketinglar. Bu yerda erkaklar alohida davlatcha, ular ham mazza qilib qilishyapti bayramcha. Xullas videoyimizning kulminatsion nuqtasi bu yerda jiddiy gapiraman. Ba'zi to'ylarni umuman tushunmayman. To'g'ri, orzu havas deymiz, lekin hammasini bir kunda yemaymiz. Eng asosiysi isrofgarchilik qilmaymiz deb kuyov bola bilan boshdan kelishib oldim. Menga kerak emas qimmatbaho Coco Chanel'da o'zini xabari yo'q brendaviy ko'ylaklari, yaltir-yultir sumkalarda olmaymiz. Ha undan ko'ra qozoqlarga o'xshab qalin puliga bitta tuyani pulini bersangiz mazza qilib Koreyada shopping qilamiz. To'ydan keyin Dubayda dam olamiz dedim. Qalay qildim?